Hürmetli kitap anlaş topudaki dostlar, tünşermenler. Ulug'bek G'azinisi. Qısqacha mazmuni. Ulug'bek G'azinisi romani ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismida buyuk o'zbek olimi Mirza Ulug'bek hayotining eng fojiali chog'lari tasvirlangan. Ikkinchi qismda bo'lsa, ulug' olimning ilmiy merosini asrab qilish uchun uning shogirdlari elib borgan mardonalicha kurash hikoya qilingan. Roman Ulug'bek davrining ichki ziddiyatlari to'g'risida va oddiy xalq vakillarining turmushi haqida keng tasavvur beradi. Birinchi qism. Birinchi mavzu. Vaqt tun yarmidan oshgan. Rasadxona qattiq uyquda. Adeti bo'yicha shu kechisimi osmon jismlarini kuzatib o'ltirgan Mevlana Aloyiddin Ali ibn Muhammad Qushchi azroq kayfsizlanib o'rnidan turdi. Lekin u qo'lidagi asboblarni o'z joyiga qo'yib bo'lguncha yuqorida binoning birinchi qavatida oyoq tovushlari anglandi. Bu tovushlar rasadxonadagi tolibiy ilmlarning shapsiz qadamlariga o'xshamaydi, balki lashkarlarning takallufsiz qadamlarini eslatadi. Mevlana sergaklashib, to'nglikdan ustunki qavatning naqshliq eshigiga tikildi. Tüm qorong'u rasadxonada bo'm ham qo'pol ovoz jarangladi. Mevlana Ali ibn Muhammad Qushchi hazratlari, qudratlik shohim Mirza Ulug'bek Ko'ragani hazratlari buyruq qiladilarki, ko'k saroyda darhol hozir bo'lg'aysiz. Ali Qushchi qo'lini qoshlari ustiga elib, nökerlarni yaxshiroq ko'rib olishga tirishdi. Biroq nökerlar mash'allarini boshlari ustida tutib turg'achqa, faqat ularning qo'yuq soqol bosgan yuzlarila g'uva ko'rinib turadi. Rasadxona qo'shimcha operatsiya, ya'ni maxsus observatoriya, ya'ni maxsus asboblar bilan osmon jismlari va meteorologik hodisalarni kuzatadigan ilmiy o'rin va uning binosi. Talib ilm olg'uchi, o'quvchi. Azroq vaqt bergaysiz, asboblarni yig'ishtirib olay, dedi Ali Qushchi. Va rasadxonada yana boyiqa ovoz yangradi. Vaqt qiz. Atlarimiz shosh, Mevlana. Nökerlar nahal qilgan qo'pol o'tikleri bilan mermer palampeylarni gürs desishib orqasiga yenishdi. Qo'llaridagi mash'allarning sho'lisi tomlarning hal berilgan naqshlarini yalab g'uvalashdi. Rasadxona yana qorong'ulashdi. Faqat turistiki tunglikdan osmonda ajoyib chaqnamayotgan oppoq yo'g'on yulduzlarla ko'rinib turadi. Bu tunglik shundoq yasalgan ediki, uning ostiga o'rnatilgan seksitant yuzida osmonda sayli qilayotgan yulduzlarning harakatlari kuzatiladi. Ali Qushchi qisqagina o'chki soqolini tutamlab, tunglikka tikilgan peti birdam turib qoldi.
O'tgan kuni saharda ustoz Mirza Ulug'bek rasadxonaga qadam tashrif qilgan edi. U yo'lbars terisi yepilgan o'rniqida o'ltirib, tim qora osmonga sinchilab qaragan peti uzoq xiyol surgan edi. Ali qushchi shuni biletdiki, bu yil sahib qiron, Amir Tömür tug'ilgan yildagidek Pelek qazisi Mushtiri bilan Zöhre yulduzining bir-biriga yaqin kelishi kutilayotgan edi. Ko'ngli g'ash bo'layotgan davlat panoh bo'lsa, buningga qandaqdir umid bog'lab, nimanidir kutatdi. Mana 1-2 yil bo'lib qoldi. Xaqani Said deb atalgan Shohruh Mirzaning vafoti to'g'risidagi shum xabar Yiroq Hirotdan tarqalgandan buyon Mavara Unnahir va Xorasan osmoni qora bulutlardan xoli bo'lmadi. Taxt va saltanat ishqida o't bo'lib yongan Tümüriler shahzodalari tig' ko'tarib, qilich o'ynatishdan qo'l uzmadi. Nihoyat Ulug'bek qilich ko'tarib chiqqandan keyin Mag'ribdan mashriqqacha kengaygan bu poyonsiz saltanat tinish topgan edi. Lekin toji taxt Vali ahdi shahzoda Abdullatif o'z otasiga qarshi qilich ko'tardi. Recep ayının başlarında Hazreti Alileri leşker tartib Ceyhun tarafga atlanışga mecbur bo'ldi. Biroq davlat panah Ceyhun bo'ylariga borganida poytaxtda paydo bo'lgan fitna fasodlar uni Samarqandga qaytishga mecbur qildi. Mana endi 3-4 kundan beri Shahzoda leşkerleri Shahzoda leşkerleri Ceyhundan o'tib ketishga yiqilishib qopti deganga o'xshash vahimalik mish-mish gaplar shaharda tarqalib yurmoqda. To'g'ri. O'tgan kuni saharda rasadxonaga kelgan ustoz bu to'g'riliq so'z ochmadi. U qo'lida usturlab tutgan holda osmonni kuzatib uzoq o'ltirdi. Keyin marmar palampayning tik bosqichlarida harg'in qadam tashlab 3-qavatdagi kutubxonaga chiqdi. U chiroyi so'lg'in, parishon holda naqshliq kitobdonlarga tizilgan kitoblarni salkam 40 yil davron surib yiqqan nadir qo'l yozmalarni bir ko'zdan kechirdi. Uning esiga ustoz Qozizoda Rumi keldi bo'lg'ay, uning Riyoziyat nomli asarini varaqlab uzoq turdi. Keyin beshini tuvan solg'inicha lam jim demay asta minib chiqib ketdi. U hatto Ali qushchi bilanmi xo'shlashmadi. Hazreti Alilerini hoyliga uzutib chiqqan Ali qushchiga ustoz go'yo rasadxona bilan vidolashqili kelgandek tuyuldi-da, yuragi jig'ildab ketdi. 2 kungacha ustozning g'amkin chiroyi uning ko'z oldidan ketmay g'amkin bo'ldi. Ko'k saroyga berishga bir necha qatim tamshaldi-yu, lekin jur'at qilolmadi. Mana endi uni Ko'k saroyga ustoz o'zi chaqirtibdi. Ali qushchi qora duxova taqiyisi ustidan mudarrislik sallasini urab, uchsig'i kimxob pashmat uning ustiga oq to'nini kiydi-da, tik palampaylar orqali yuqoriga chiqishga boshladi.